Bismillah deb boshlaymiz. Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Jobirxon Uz kanalining ashaddiy obunachilari. Aziz obunachilarimiz, bugungi sizlarga bundaqa gigant, chiroyli, sariq arashan sovliqlarimiz kelgan, xudo xolasa. Aziz obunachilarimiz, sizlar uchun tavsiya qilamiz mana shunaqa qo'ylarni. Bo'g'oz variantlaridan istagan aka-ukalarimizga o'ta chiroylilaridan sizlar uchun olib kelib qo'ydik. Xudo xolasa bugungi 3-4 partiya qo'yimiz bor. Tablanchilar aloqaga chiqarsam, buni sovullarimiz qaranglar. Bular yosh o'yliklari 4, 6, 8 tish. Abdurahim aka charchamayapsizmi? Bu nechta soni bugungi? Bugunga o'pish soni 75 ta. O'pish soni 75 ta. Bu birinchi partiyasi. Bu qo'chqor sovg'alardan hammasidan bor. Nechta O'qigan odamning ishini bitiramiz. xudo xolis. Soni nechta bu birinchi partiyasiga? 14 ta ekan. 14 Qo'chqori bilan 15 ta, qo'chqori sotilmaydi. Qo'chqori mana 15 ta aziz obunachilarimiz. Xudo xolsa qo'chqori sotilmas ekan. Qo'ylarda xolsa 100% bo'g'oz varianti. 100% bo'g'oz variantidan. Xudo xolsa. Bular yosh o'yliklari hamma yo'g'ini sinaldimi? Hop, ikkitasi 2 tish. Ikkitasi 2 tishdan. Ya'ni 4 tish, 6 tish, bitta 8 tasi bor. Ikkita 8 tasi bor, ha, xudo xolsa. Qo'ylarda hozir rosa topida. Topidagi Yaqin bo'g'ozlari bor. Mana mashq qo'ylar o'ta yaqin ekan, mashq qo'ylarimiz o'ta yaqin. Bularning bo'ylarini o'lchadingizmi? Sinovdan o'tdimi Abdurahim aka? Sinovdan o'tdi. Bo'yini o'lchab ko'rsatilaveradi. Sinovdan o'tdi qo'ylarimiz, xudo xolasa. Aziz obunachilar, qo'ylar haqiqatan ham sizlar bop, rosa boqib bololi, maza qiladiganlardan, toni ham toza variantlardan ekan-da, aziz obunachilar. Qo'ylar haqiqatan o'ta shashti ham o'ta zo'r. Charchog'i ham chiqib qolibdi, mo'jalda to'xtamayapti qo'ylar ham. Achlar, qo'ylar haqiqatan mana ikkalasi ham qora ham o'ta zo'r ekan. Ikkala qora ham haqiqatan bir xil ekan, toni ham toza ekan. Bu qo'yni qaranglar aziz obunachilar. Haqiqatan ham 1 metr ekan mo'ljalda. 95, 90 90 ga olishaversin. Qaranglar, 90 ga bemalol qo'yib. Gigant ekan. 90 ga mana 95. 95 ekan aziz obunachilar. Haqiqatan ham qo'yib. O'ta gigant, hammasi zo'r. Rosa boqadigan, bololi, maza qilib degan. Abdurahim aka, bular narxini nima deysiz endi obunachilarimizga? Narxinimi? Bitta narx aytib qo'ya qolamiz, tali. Narx aytib, mancha o'taman deb. To'ppa-to'g'ri qo'y sizniki qancha aytsangiz arzuradi aslida. Qo'y ham arzuradigan ekan, narxi ham. Bunday qilamiz bularni. Hammasi zo'r ekan. Optimiga 7 milliondan telefon qilsa o'zim xayriga o'tib beraman. Hop, tanlab olsa 8 million. Tanlab olsa 8 milliondan, ha? Optimiga 14 tasini olganga xayriga o'tib berasiz, xudo xohlasa. 7 milliondan xayri bor. Mana qo'ylar qarang, haqiqatan ham. Qo'y qara. Buni addenni buni savdo qilsa, aslida boshqalarda 10 million deyapti, aslida $1000 10 million ash qo'ylarda aytyapti-da. To'g'risi 8 million deyasiz yo'lida. Chempion ashim laqabi. Shunaqa. Dastlabkasi qayergacha? Dastlabki Samarqandgacha. Dastlabki Samarqandgacha. Mana qo'ylar beda monosi bundaqa deydigan yeri yo'q ekan, qo'ylar hammasi zo'r ekan. 75 ta qo'y ichidan saralangan qo'y. Shunaqa ekan, haqiqatan u qo'ydik. Yana pul yengillari bor. Pul yengillaridan borda xolos. Obunachilar aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarni qoldirib o'tamiz. Telefon qilsalaring ishlaring bitadi. Sizlarga olishlaring tavsiya qilaman mana shu qo'ylarni. Ikkita qorasi bor ekan, uni ikkita sariq. Bir qora variantidan. O'ta chiroyli qo'ylar, hammasi. To'ppa-to'g'ri shu aziz obunachilar, videoni oxirigacha ko'rishlaringni tavsiya qilaman. Xudo xolsa sizlar boplardan ham chiqadi. Hammaning sharoitiga qarab qo'y bor shu bugun. Aloqaga chiqaverasizlar obunachilar, narxlarni aytib o'tdik. Aziz obunachilar, mana ikkinchi partiyamizga xudo xolsa son nechta ikkinchi partiyamizga Abdurahim aka? Soni 21 ta. Son 21 ta. Ularda yosh o'yliklari qanaqa? Hop, 2 tishdan 6 tishgacha. 2 tishdan 6 tishgacha. Mana qo'zi shikiliga mana bittasi. Bitta qo'zi bor. Bitta qo'zi variantidan ham bor ekan, xudo xolsa aziz obunachilar. Bular pul yengil, shu partiyani sal pul yengilroqlardan, bular ham sariq mana, hammasi yuzlari toza variantlaridan aziz obunachilarimiz. Sizlar uchun xudo xolsa
Aloqa chiqaverasizlar. Bular ham bo'g'oz a, naqd xudo xolasa. Bular ham bo'g'oz. Qirg'iziston Mayda ichida qo'shqor qo'ydi, qo'shqorlar. to'g'ri. Bular Qirg'iziston 5 gekht qo'ylari a. Qirg'iziston bishki. 5 gekht qo'ylari, yosh o'liklarni ham aytib o'tdik. Bular ham ulardan xiyol paso, lekin puli ancha arzon bularda. Bu yengil. Puli o'ta yengildan istagan aka-ukalarimizga xudo xolasa aloqaga chiqaversa tavsiya qilib qolamiz. Shu qo'ylarni olishlaringda chiroyli qilib qo'zilab beradi, yaxshi daromad qilaverasizlar. Abdurahim aka, videoni cho'zmaylikda bularni pulini ayting, obunachilarimizga yengil ayting. 6 milyon, 5,5 milyon unaqa narxlar yo'q. 5 milyon 400 mingdan bo'lsa bir joyga ketaveradi. 5 milyon 400 ming so'mdan. Malades. Lekin xudo xolasa arzon bo'lyapti aziz obunachilar. 5 milyon 400 ming so'mdan arzon. Boshqa yerlarda ham qo'yyapmiz. Tanlab olishsin anding. 5 milyon 600 mingdan. Tanlab olsa 5 milyon 600 ming so'mdan. Bola 200 ming so'm rol o'ynaydigan xolos. Dastlabki xizmatlari qaygacha? Bular ham naq bo'g'oz ekan, mana shu o'ta yaqin ekan, mana shu qo'yaman aziz obunachilarim. Mana shu qo'y o'rtada qo'ylar ham o'ta yaqin ekan. Samarqandgacha ekan dastlabkilari. Xudo xolasa aloqaga chiqaverishlar aziz obunachilar, olishlaring tavsiya qilib qolaman mana shu qo'ylarni. Xudo xolasa nomerlarni qoldirib o'taman. Manzillarimiz o'sha Namangan viloyati, Namangan tumani. Davomi bor. Videoni tugatmaysiz hozir. Hal davom bor, videoni tugatib qo'ymaymiz aziz obunachilar. Undan keyin qo'shqorlar. Xorazmdan chiqadi, o'ta arzondan chiqadi, xudo xolasa, puli o'ta yengilidan. Obunachilar 3-partiyamizga xudo xolasa boshlaymiz biz. Aziz aka-ukalarim, mana 3-partiyamizga 11 dona qora variantdan istagan aka-ukalarimizga xudo xolasa to'ni tozagan qoralar ham kashtan, hammasi. Bularning tishlari qanaqa Abdurahim aka? 2 tish, 4 tish, 6 tish. 2 tish, 4 tish, 6 tish. Bular ham naq bo'g'oz hammasi. Bular ham naq bo'g'oz aziz obunachilarimiz. Bular ham o'sha partiyani hamligisi qoralar, shuncha prosta qorasi, ammo puli o'ta yengil variantlardan. Bularning bo'yi ham 85 atrofida ekan, Abdurahim aka. 80 dan 85 plyusgacha. 85 plyusgacha. Bularning narxlari qanaqa bo'ladi endi? O'ta arzon qo'yaman deyapsiz 3-partiyasiga. 5 milyondan berishsin. 5 milyondan? 5 milyondan. Kami yo'qmi bularni? Hammasini bir joyga oldim deganga 4 million 800 mingdan. Hammasini bir joyga oldim degan. Tanlab olsa 5 milliondan tanlab. Mana aziz obunachilar, hammasini bir joyga oldim deslang, 4 million 800 ming so'mdan tanlab olishga 5 million so'mdan aziz obunachilar, buni tanlab olish shart emas. Hammasini bir joyga olib, bir qo'ra shuni tashab qo'yinglar, arziydigan. Hammasi aslida. Bir qo'rani shunday bir joyga olib, aziz obunachilar aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolsa qo'chqorlarimizni chiqaramiz biz 4-partiya. Aziz obunachilarimiz, mana oxirgi partiyamizga 6 dona ozgina, sozgina degan o'ta chiroyli zo'rlaridan sizlar uchun mana Abdurahim akam 6 dona qo'chqorni zo'rdan chiqardilar. Abdurahim aka, bular yosh o'yligi qanaqa? Yosh o'yligi 10 oylik, 10-11 oylik. Bular ham zo'r narsalar ekan, hammasi. Yuzlari toza, qo'ylar o'zi ham toza variantlardan ekan, ha. Qo'ygan narsa go'shi ham to'g'ri kelaveradi. To'ppa-to'g'ri semiz, dumba lapillab turganlardan istayap turgan ko'kalarimizga. Bularning bo'ylari qanaqa? Qardoz berilmagan, javoban keldi, mana video qilyapti. Shu bugun kechqurun yetib keldi qo'ylar, uspet qilingan yo'q hali. Abdurahim akam qaragani qo'ylar. Bularning yosh o'liklari qanaqa Abdurahim aka bo'ylari? 11 oylik, bularning 80 plyus. 80 plyus qo'ylarimiz mana hammasi zo'r ekan haqiqatan. Bular narx qanaqa Abdurahim aka? Yengil bo'ladimi xudo xolasa? Ha, yengil bo'ladi. Narxini aytib o'tingchi obunachilarimiz 800 mingdan bir joyga olishsin. 4 million 800 dan bir joyga olishsa, dastlabki xizmatlari ham bo'ladi. O'sha Samarqandgacha pul yengillari ham chiqadi aziz obunachilar. Sabr tuting. Aziz obunachilarimiz, 4-partiyamiz, so'nggi partiya. Bular nechta soni Abdurahim aka? Qo'chqorlar zo'r ekan, narsa boqaman deganlardan. Soni 18 ta, bir qo'ra, yuzi toza, 5 kek variantlaridan. Bular yosh o'liklari qanaqa Abdurahim aka? Yosh o'yligi bular 8-9 oylik. 8-9 oylik. Atrofida obunachilar 5 kekdiki bularni. Abdurahim aka, bularning bo'ylarini necha o'lchagandirsiz baribir? 75 dan 80 gacha. 75 ga olasizlar aziz obunachilar. Obunachilarimiz bular video cho'zilib ketdi, bular narxini videoni qisqa qilamiz, xudo xolasa bular narxini yo'lida aytib obunachilarimiz, xudo xolasa bitta obunachimiz telefon qiladigan qilib aytdim.
Bu odam olsa xursand bo'ladigan narx aytamiz. Mana. Palla olishsin 4,5 dan. Optimaga 4 million 300 mingdan berishsin. Azobnashlar baho tanlab olsa 4,5 dan, Optimaga 4 million 300 dan. Buni qarang qo'ylardi. Tanlash shart emas, o'zi bir-biridan chiroyli kelgan qo'ylar. Bir qo'ra qilib rasa boqadagandan, uzunidan, oyoq-qo'llari kelishgandan azobnashlar, aloqaga ko'rishlar, nomerlarni qoldirib o'tamiz. Salomat bo'linglar. Xudo xolsa yaxshi kunlarda ko'rishaylik.